Tün Twitch'leri programması. Yaxshimisilar qalbiga yuksak arzu armonlarni bukib, turmush uchun tinimsiz izlanayotgan qadrdonlar. Tün Twitch'lar orqali sizlar bilan sirdosh, mungdosh bo'lganimdan intayin xursandman. Men Sanu Barmalim. Dengiz to'lqini balaning oyiqini eqitib ketibdi. Bala sahilga dengiz degan o'g'ri deb yozib qo'yibdi. Yana bir kishi dengizdan bir qism esil buyumlarni suzib olibdi. Hamda sahilga dengiz bak sehi deb pukib qo'yibdi. Bir o'smir dengizda to'nchiqib o'lib ketibdi. Balaning opasi sahilga dengiz qotildir deb yozib qo'yibdi. Bir mo'ysbit dengizdan javohiratlarni suzib olibdi. Hamda dengiz haqiqatan mehribon ekan deganlarni pukib qo'yibdi. Tuyuqsiz to'lqin ko'tarilib, dengizga pukilgan xatlar ko'zdan g'oyib bo'libdi. Dengiz salmoqlik bilan mundoq debdi. Mubada sen dengizga aylanishni iroda qilsang, boshqalarning baholariga parvo qilma. Mag'lub bo'lsangmi, mahrum bo'lsangmi, aslo og'rinma. Yashash oson bo'lsa edi, hayotlik shig'i bilan boshlanmagan bo'ladi. Hayot bir qism odamlar uchun intayin lazzatlik. Yana bir qism odamlarimiz uchun intayin jafoliq. Yana qisman odamlar uchun intayin zerikishlik. Dunyo o'xshash, ammo sizning irodangiz bosgan qadamingiz o'xshamaydi. Agar bir tirishchanlik bilan olg'a ilgirlab mangsak, barliq to'salg'ularni bosib o'talasak, umidlik bo'lsak, ishonchga to'lsak, ishonamanki, bizning hayotimizmi ana shundoq sarxil, rangdor va shirin bo'la oladi. Aram kunlarimizdami telefonni qo'liga elib, vaqtdan vaqt chiqarib, bizning programmamiz orqali biz bilan sirdosh mungdosh bo'layotgan qarindoshlarimizga, bizga hamroh bo'layotgan qarindoshlarimizga yana bir qitim salomimni yo'llayman. Qiynoqda oldi bilan bugungi masala so'rg'ichimizning telefonini qabul qilib boqayli. Bir singlimiz bunda quchur qoldiribdi. Tinchlikmi Sanu Barmalim, men bir yigit bilan aralashayotganlar xili bo'ldi. Ammo yaqinda ayrilib ketdik. Amaliyotda har ikkalan bir-birimizni intayin yaxshi ko'ratdik. Hatto to'y qilamizmi deyishgan. Ayrılıp ketish taklifini men o'tirib qo'ygan, chunki uning mijozi ishtik, biror kasb tutib pul topay demaydi. U bundoq bo'lgankan, men bir xil rayim yenib qolgandek his qilib qoldim. Ham uning bu holatida uydagilarga men buning bilan to'y qilamanmi deyolmadim. Lekin u meni kunda izlab yarishib qolayli deb turib boradi. Men qo'shilmadim, chunki u menga necha qitim va'da qilib boqqan, ammo aslo va'dasida turib boqmagan. Shunga borgan sir uningga ishonmas bo'lib qoldim. Qanday qilsam bo'lar degan uchurni qoldiribdi. Yaxshimisiz singlim, qanday ahvolingiz? Mening sizga bergan taklifim muhabbat bir oila qurishga nisbatan aytgan chog'da intayin muhim albatta. Muhabbat oilaning asosi, ammo yolg'iz muhabbat bilan uy tutib ketgil bo'lmaydi. Turmush qurgandan keyin iqtisod, kishlik munosabat bo'lib, urug' tuqqanlar o'tirsidagi munosabat, mijoz, xuluq, o'rtoqlik degan nurg'un masalalar gap chiqadi bu yerda. Har birisini hal qilib ketish kerak. Endi er bo'lg'ichi biror kasbning peshini tutmasa, siz deganingizdek, uningda hech qanday ilgirlash ro'yi bo'lmasa, olg'a intilmasa, zag'ir tilimiz bo'yicha aytganda ditib bo'lmasa, bir uyni uy qilib ketolmaydi. Ham sizni baxtli qilolmaydi. Yelitin to'y qilmay turib, uning bo'lgan ishonchingiz shuncha tuvalab ketibdi. To'y qilgandan keyin bu masalalar hozirqidan ig'irlaydi. Chunki mas'uliyat degan bek kuchaydi-ku, oila qurib bo'lgandan keyin. Siz hozirqidan ko'p narsalarni talab qildigan bo'lasiz uningdan. U chog'da erishamagingiz qancha ko'p bo'lgan sari umidsizlik shuncha ko'p bo'ladi, ig'ir bo'ladi. U chog'da borgan sari o'tiringlardagi muhabbat mususlashib ketadi. Rayingiz yenib ketadi. Oxirida yana o'xshash ayrilishga to'g'ri keldi. Bayam dedingiz bu xil ahvolda
sizni shunchalik jafoda beqib cho'ng qilgan ota-onangizmi bu to'yga qo'shilishi natayin. Agar qo'shilmaysiz, majburiy qilgan taqdirda siz cho'nglarning qo'lishidan ayrilib qolasiz. Balkim bu sizga texmi ig'ir azob olib kelishi, umidsizlik olib kelishi mumkin. Shunga ayrilgankansiz, tal to'kis ayriling, keyningizga qaramang. Agar keyningizga qaraydi ekansiz, u turmushdan, tanlig'ingizdan pushaymon qilmang. Agar bek yaxshi ko'rsangiz, uchuqlidan, manchilik vaqt ichida sen qaddingni rusla, bir xizmat top, o'zingga bo'lgan ishonchingni turg'iz. Uningdagi men sen to'g'risi o'ydigilarga eg'iz ochalayman. Agar undaq bo'lamasa, menga boshqa amal yo'q, deb uchuqlidan. Anandan ayrilsangiz, izlashmang. Ayrilib turib izlashaverish sizgimi, qarshi tarafgami yaxshi emas. Hissiyotinglar to'liq uzilmasa, sizlarning keyingi tanlashinglar bo'lmaydi. Oldinglar qarab mangolmaysizlar. Hem bu xil munosabat uzurgan siri sizlarning dil azoringlarmi ko'p bo'lib ketadi. Bag'an sir kayfiyatinglar nacharlashadi. Bu xil kayfiyat sizlarning o'xshashlar mayli sizning, mayli yigitingizning bo'lsin, xizmatiga, kasbiga, ro'yi holatiga ig'ir ta'sir ko'rsatib qo'ydi. Shunga vaqtni so'zib o'tmay, keskinroq bo'ling. Bulamda singlim, bo'ladi ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Turmuşda ikki narsaning ko'yida bo'lish kerak. Biri qo'lga keltirishni orzu qilgan narsani qo'lga keltirishning ko'yida bo'lish kerak. Yana biri qo'lga keltirgan narsadan to'liq bahramon bo'lish kerak. Aqlli odamlar buning har ikkisini amalga oshira oladi. Qadrli do'stlar, bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Atidagi o'xshash vaqtda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar.